Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan 8 sotixga mo'ljallangan uy loyihasini ko'rib chiqamiz. Bunda hozir yarimiga to'g'ri kelgan uy, 4 sotixga uy tushgan, 4 sotig'i bog'. Hozir uyimizni o'lchami 19 metrga 21 metr. Mana bu yergacha obshi 40 metr ni tashkil qiladi. Mana ko'rib turibsizlar loyihamizni. Kirish eshigi ikkita. Birinchisi asosiy darvozamiz 4 metr va kichik qo'shimcha eshigimiz bor. Mana birinchi qavatni ko'rsataman. Birinchi qavatimizda 5 ta xona bor. Bular mana birinchisi qo'shimcha eshikdan kirganimizda bittalik yakka xonamiz bor. Bu mehmonlar uchun biror bir yig'ilishlarda asqotadi anchagina. Bu alohida bemalol mehmonlarni kuzatish uchun qulay. Mana bu eshik ham shuni yoniga отдельно qurilgan. Endi buni yonida oshxonamiz bor. Bu oshxonaga bu tarafdan kiriladi. Mana koridorga kirganimizda koridor bu tarafi hammom. Va o'ng tarafimizda oshxona, chap tarafimizda spalni. Mana oshxonamizda unchagina keng, bemalol ichida ovqatlanib o'tirsak bo'ladi. Endi bu tarafiga o'tamiz. Bu taraf alohida 2 qavatli bino. Bunga mana o'rtadan kirganimizda ikkita tarafda xona bor. Bittasi spalni, bittasi mehmonxona. Va to'g'rida hammom bor, zinani tagida. Mana zinadan chiqamiz ikkinchi etajga. Hammom bor. Bu hammomning yonida hojatxona tashqaridan kiriladi. Endi ikkinchi qavatni ko'rsataman. Ikkinchi qavatga mana chiqqanimizda bitta katta zal va uni yonida yana bitta xona. Mana loyihamiz mana bu anchagina chiroyli fasad beradi. 6 qirrali oshxonamiz. Mana hozir endi o'lchamlariga o'taman. Mana birinchi qavatimiz o'lchamlari. Mana bir boshdan boshlayman. 4 metrli darvozaxonamiz. Har bir devorimiz 40 santimetrdan. Mana bu xonamiz, mehmonxonamiz 6 metrga 3,5 metrni tashkil qiladi. Buni yonidagi oshxonamiz mana bu yerdan kirilsa mana 3,5 metr eni va bo'yi mana bu yergacha 3,5 metr. Umumiy 4,7. Ya'ni 4 metr 70 santimetr. Anchagina uzun, qulay. Bemalol oshxonani o'zida o'tirib ovqatlansa bo'ladi. Mana oldiga chiqqan 1,20 santimetr oldiga chiqqan bu 6 qirra bo'lib. Hammomimiz 2 metrga 1,5 metr. Spalnimiz 3,5 metrga 5 metrni tashkil qiladi. Mana endi bu tarafimizni tushuntirdim. Endi mana bu tarafga o'tamiz. Bu to'g'rida kirganimiz ikkinchi qavatli binomiz. Bunga kirganimizda 3,10 ya'ni 3 metr 10 santimetrli koridor, eni bo'yi 4 metr. Va kirganimizda chap tarafimizda bitta spalni 3,5 ga 4 metrli, o'sha standart o'lchamdagi. Va bu kirganimizda o'ng tarafimizda 4 ga 4 metr, 4 metrga 4 metrli xonamiz. Bu mehmonxona. Endi mana bu hammomlarga to'xtalsam 1,90 ga 1,90 ikkita xona bor. Bittasi hammom, bittasi hojatxona. Bu tarafdan kiriladi hojatxonaga. Mana endi ikkinchi qavatiga o'tamiz. Ikkinchi qavatimizda mana bu joy polni, o'rtada devor yo'q. Kattagina joy va balkon va 4 ga 4 metrli bitta xonamiz. Mana
Loyihamiz shundan iborat. Hamma tomonlarni tushuntirib o'tdim. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Takliflaringiz bo'lsa, kommentariyalarda bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Rahmat.